Assalomu alaykum, hakiki gapdash qo'ldari. Xonadonlar, uydagilar, ballar hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar shukr olsun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga durud salomlar. Akalar, erinmasdan bular ko'rsatdim. Endi mana ushalgan joylar deb ko'rsataman. Mabodo birortalik yo'qotganmiz Rustam aka. Men bozorda edim. Mashina bozorda, yo mol bozorda, yo bo'lmasa qo'y bozorda, yo bo'lmasa o'zimizni oldim dedim. Vaqtlar chiqib ketganman deganlar bo'lsa, kelib aka meni kaptamchilik kelib olib ketaveringlar bexijolat. Men bitta ko'rsataman. Bir. Chinni. Bir. Ona mana borib. Rustam aka Luboyga beravering. Shaqillatib tashar ekan, ko'zim bilan ko'rdim ishni. Labzilarga ishonib oldim. 2. 3. Ona mana niyazat ippadan tushdi-da. Ishqivoz bo'lib oldim. Xo'jay ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga 4. Mana uni ham aka bexijolat tushadim deyishdi. Xo'p bo'ladi. Mabodo yo'qotganlar bo'lsa, ziloga tekkizib qo'yishibdi. 5. Mana yo'ldan chiqyapti-ka, bu ham xo'jayinga. Bu ham xo'jayinga. 6. Mana uni haqiqiy egasi bo'lsa, Rustam aka, men o'g'lim bilan, yo o'rtog'im bilan zinokalar tekkizib qo'ydim, yo'qotdim deganlar, sherika xavos. Sherika xavos yo'qotganlar bo'lsa beramiz. 7. Oh, mana u ham boshqacha bo'ladi, mana. 8. O'qto'liq bu menimcha nar bo'lsa 9 ta bu ham. Yana bir partiya 10 ta. Akalar qarab turinglar. Mabodo shu kattalarchidan birorta chiqib qolsa, Rustam aka bizni kaptan chiqib qolibdi deganlar bo'lsa, safarda turib Toshkent, Andijon, Marg'ilon, Samarqand, Buxorolardan kelib charchab qolgan bo'lsalar, videoni keyin ko'rdim deganlar bo'lsa, ko'rsin. Mabodo yo'qotganlar bo'lsa olishaveradi. Bemalol. Hozir bir oy ichida 80 ta kaptan olib berishim kerak, 80 ta. Xo'p, Samarqandga, Buxoroga, Xorazmga, Namangonga 5 ta shaharga chiqib borishim kerak. O'ma bitta tashab beraman, videolar menga tashab berasizlar. Xudo xolasa dushanba kuni Avaz akani 12 tasini chiqarib beraman. Inshaalloh qo'limdan kelsa harakat qilaman. Moda Ko'zada tuxumim bor, mana qo'limda tuxum yo'q. Tug'vasa yer deb turmanglar. Uyga borib tug'ar ekan. 3, 6, 10. 10 bitta. Rizva? Qani, nima deyapsiz? Bor aka. Aldamang. Bor aka Rizva. Aldamang. Ya assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rossiyada nima deysiz? So'rqatdingmi? Marg'ilonga boramiz aka. Qalasizlar? Ishlar yaxshimi? Uydagilar, ballar, turgan Ramazonga qutlug' bo'lsin. Nima xizmat biz bozorimizda? Qayerdan kelding? Cho'shva? Assalomu alaykum. Davom etib ketyapti. Assalomu alaykum akalar. Mana hozir ko'rsatyapman 3 ta, 4 ta, 6 ta, 10 ta. Endi ag'ilyapti deb ko'rsataman. Oma buni bakim bor-ku. Hozir aytdingiz-ku. Qo'yati, Shokat dedingizmi? Berib yuboryapmiz mana. 3 ta bo'ldi. Bitta Eron, bitta bakim. Oma uyaltirmadi yo'q. Eron bor ekallasi qora, bor ekan. Ushab turib ko'zim bilan ko'rdim. Qachon boraman Marg'ilonga? Bo'ldi. 10 bitta. Baylab qo'yaman. Suridan bering Deb uyaltirsa meni javob. 3 ta. Bo'ldi bu ham, mana yana bittasi. 4 ta. Bo'ldi, to'g'ri ketadi mana. Bo'ldi. Sheraka hovuz, sheraka. Mana 4 ta bo'yatdi. Mana 4 ta. Bering. Akalar sotildi bu bakillar. O'sha Rossiyada turgan Shokatbek ukamizga bu bilan moda ikkita uyimda bakiyro 4 ta. 12 ta Toshkentga, 20 ta Samarqandga. Xudo xolasa iplayapman. Xo'p, nechta bo'ldi? 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta, 12 ta.
4ta, 6ta, 8ta, 12 bo'lmishdi. Bular sotilmaydi ikkovi. Sotildi ikkovi, vakillar mana. Shavkatbekka olib ketishadi. Rossiyada turishibdi. Bo'ldi. Hop. Bu sotildi ikkovi. 13ta bo'lsa akalar yarabda Sherika hovuz. 14ta. Bakeniski. O, skochlar bilan beylab qo'yishibdi uni. 15ta. O'n oltita. Haqiqiy egasi akam kalaka olib qilib, tuxumga haydatib, endi chiqarib u bo'qib turdim, ko'pchilikni uchirib yubordi. Nari uyimda turibdi. O'zi yaxshimi ko'cha? Nari uyimda turibdi. Modasi sizni qo'lingizda ko'rdim deganlarsa kesin. Ikkitadan kali sosi bor ekan yoqda, mana. Mana, ona putida tuxumi ham bor ekan. Agar narini chaqirsa yana chaqirib uyga tuxum qo'ysa, olib ketaversin. Hop. 16 ta dedimmi? 17 ta. Akalar, kimdir haqiqatda aka qo'ni-qo'shnilarimdan zerikdim. Ushlab olsa ham, o'ligiga ham, to'yiga ham, yashiliga desangiz ham, babi e'tibor bermay, ushlab yulib tashadi deganlar bo'lsa, ishqivozi bo'lsa, yo'qotganlar bo'lsa chiqsin. Kattarda asali. Agar ishqivozi bo'lsa, aka, men yo'qotgan edim mana shu kaptar deganlar bo'lsa, chiqarsin bemalol. Ular 18 ta. Endi bu ketadi bu. Bu ketadi bu. Bunun tuxumi bor. Bu Namangonga Abdulla akamizmi, Habidulla akamizga ketadi. Akalar xafa olmaysizlar. Aka sotilmayman dedilar. Sotilmaydi. Namangonlik akamizga ketadi. Xo'p, Gulbodom Chuvati bilan bu ketadi. Men bori kattalar chiqaveryapman. Katta ovozda hammasi taklif qilyapti. Akalar 15 ta odam taklif qilgan 120 ta katta oson emas. Buning uchun yana 20 ta Malibu yo'qotaman, keyin katta yig'ib beraman. Videolar muomalatda rahmat deb like deb yozaveringlar.